Kechagida bir kishini aytib qolishdi, o'zim suhbatda bo'ldim. U kishi aytayaptilar menga, qandoq ham mazza, mana dasturxondagi turgan ne'matlardan bahramand bo'lib o'tiribmiz. Lekin qoraka, men yeyotgan taomlarimni mazasini hech qaysini bilmayman deyaptilar. Olma yesam ham, nok yesam ham, ovqat yesam ham, boshqa qiladigan bo'lsam ham, uni mazasini bilmayman, tushunmayman deyaptilar. Xuddi masalan bizaga apelsinni berib yoki limonni berib shuni yeydigan bo'lsak, garchi uni o'sha mevani ko'rmayotgan bo'lsak ham, bu olma, bu nok, bu uzum, bu anjir deb mazasiga qarab turib nomini aytamiz-ku. U kishida shu maza yo'q ekan. Nima yeydigan bo'lsam ham shunday yeyveraman. Qornim to'yayotganiga shukr deyaptilar. Taomlanganda shunaqa odamlar ham bor ekan, to oldidagi tovog'ini olib qo'ymagunizcha to'yganini bilmas ekan, yeyaverar ekan. To'y deysan, bo'ldi degan narsa bo'lmas ekan unda. Yeyaverar ekan. Oxir oqibat bo'ldi, siz ko'p yeb qo'yyapsiz demaguncha bilmas ekan. İnsonni shu narsalarni ham bilishligi, his qilishligi, tuyishligi bu katta bir ne'mat. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda agar sizlarga berilayotgan Allohning ne'matlarini sanaydigan bo'lsanglar, uni adoga yeta olmasdinglar deydi. Oddiy yeb ichayotgan vaqtimizdagi ne'matlarni mazasini bilishligimiz o'zi ham ne'mat ekanda. Qornimizni to'yishligi bir ne'mat. Mayli. Ammo o'sha yeyotgan, og'zimizga solayotgan chaynaganimizda maza chiqyapti. Shu mazani bilib turib, keyin yutinishlikni o'zi bir ne'mat ekan.